oynaga qaradik, birila sohamiz osildi, nosogubkalar paydo bo'ldi. Bu operatsiya yagona yechim emas. Bunda nima qilish mumkin? Nit bilan tortishimiz mumkin. Yarim soat, 1 soat vaqtni oladi. Lokal anesteziya, nitlar aniq nuqtalarga joylashtirilib chiqiladi. Hozirgi vaqtda nitlarning mana bu 26-yildan bizlarda bor hozir juda ham zo'r super molding kogilarning 360 gradusliga keldi. Bular momentalni rezultat beradi. Rezultatimiz yanada vaqt o'tishi bilan 2 oy, 3 oyda yanada yuzingiz taranglashib, lifting effekt davom etaveradi. Narxlar hammada individual, hammaning yuzi har xil bo'ladi. O'rtacha 300-400 dollar bo'ladi. Balki ko'proq ham bo'lishi mumkin, balki kamroq ham bo'lishi mumkin. Nitlarning turi juda ham ko'p. Nosogubka uchun ham bor, nososlyoskalar uchun, lisiy vizgilyat qilish uchun, bo'yin uchun. Agar sizda ham yuz osilishi, nosogubka osilishi bezovta qilayotgan bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Direktga yozing yoki quyidagi raqamga qo'ng'iroq qiling.